Assalomu alaykum. Bizni musofir yurtdan kuzatayotgan obunachilarimiz. O'zim musofir yurtdaman. Ota-onamni, yaqinlarimni safarga jo'natmoqchiman. Hikmat Travel orqali ketishadigan bo'lsa, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi, qachonga reyslar bor, sharoitlar qanaqa degan obunachilarim Xudo xolasa bugun hamma savollarga javob olishlari mumkin. Bugun Hikmat Travel Abdug'offor akani oldilariga yetib kelganmiz. Xudo xolasa sizlar videomizni oxirigacha ko'rib tursalaring, Abdug'offor akadan sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Videomizni boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qolsalaring, Xudo xolasa birinchilardan bo'lib videolarimizni kuzatib borishlari mumkin bo'ladi. Abdug'offor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilarga bitta tushuntirib bersangiz, narxlarimiz qanaqa bo'lyapti, to'lov masalalari qanaqa aka musofirda yurganlar uchun? Xo'p bo'ladi. Narxlarimiz, kunlarimiz, chislovlarimizdan boshlaymiz birinchi bo'lmasa. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz faqat avgust oyining boshiga qoldi. Iyul oylari to'lib bo'ldi. Avgust oyining 5-6 avgust kunlariga Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz bor. Buni narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Toshkent Madina. Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimizni 5-avgust kuni bor. Buni $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reysimiz 6-avgust kuni bor. Buni ham narxini $930 qilib beramiz. Avgust oyining keyingi chislovlarida boraman deydigan obunachilarimiz uchun o'zlaring uchun hisob-kitob qilinglar. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz har chorshanba, payshanba kunlari bor. Namangandan chorshanba kuni bor, Farg'onadan payshanba kuni bor. Qaysi kuni sizlarga o'zlaringga qulay bo'ladigan bo'lsa, shunisini tanlab aloqaga chiqinglar. Masalan, keyingi kunlariga, masalan, 10-dan keyin, 20-dan keyin, 15-dan keyin boraman deydiganlar uchun qolgan chislovlarga ham zakazlarni qabul qilaveramiz, xudo xolasa. Joylarini bron qilishlaring mumkin. Endi sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz xudo xolasa yaxshi. Madina Munavvarada 200-300 metr gastitsamiz uzoqligi, gastitsalarimiz 4 yulduzli. Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha uzoqligi qaysi biri bo'sh bo'lsa o'shaga tushasizlar. Gastitsalarimizni joylashuvlari 4 kishi, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi, xudo xolasa. Yana 50 boshlarimiz chiroyli qilib tushuntirishadi o'zlaringga. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Undan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohatlari bu turimiz o'z ichiga oladi. 50 boshlarimiz yana tushuntirib o'tishadi, xudo xolasa. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi. 50 boshimiz ham iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi, xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimizni xohlasalar ofisimizga kelib, rasmiy kassalarga to'lov qilishlaring mumkin. Yoki bo'lmasam, mana shu nomer o'zimning nomerim, o'zim javob beraman. Xudo xolasa telefon qilsalaring, bemalol aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa onlayn joylarni bron qilishda ham o'zim tushuntirib o'taman. Qaysi biri o'zlaringga qulay bo'ladigan bo'lsa, o'sha yo'nalish bo'yicha joylarni bron qilishlaring mumkin. Xudo xolasa. Yana qanaqa savollaring bo'lsa, tushunmagan joylaring bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. 24/7 desangiz allaqa bo'lib ketadi-yu, qachon xohlaganlaring telefon qilsalaring, telefonimiz xudo xolasa o'chmaydi va syomka qilayotganimizda bezuk qilib qo'yamiz, xolos, xudo xolasa. Bunaqada iloji boricha javob beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.